Bugun men pensionerlar uchun kuzgi ustama bo'yicha juda muhim tafsilotlarni tushuntiraman. Chunki bu mavzu faqat bitta to'lov haqida emas, balki ko'pchilik oilalarning kuzdagi budjeti, dori-darmon xarajatlari, kommunal to'lovlar va kundalik ro'zg'or rejasiga bevosita ta'sir qiladi. Eng xavfli tomoni shundaki, ayrim pensionerlar o'zlariga tegishli qo'shimcha pulni vaqtida olmay qolishi. Ayrimlar esa hujjatdagi kichik xato sabab ortiqcha yugurishi mumkin. Shuning uchun men bugun kimga ustama tushishi, kim kutmasligi kerakligi, qanday holatlarda to'lov kechikishi, qaysi hujjatlarni tekshirish zarurligi va amalda nima qilish kerakligini oddiy tilda misollar bilan tushuntirib beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha odamlar bilmay qoladigan joyda eng kerakli bo'ladi. Avval vaziyat qanday edi? Ko'p pensionerlar pensiyani oyma-oy belgilangan tartibda olib kelardi. Kimdir bank kartasiga, kimdir pochta orqali, kimdir ishonchnoma bilan yaqinlari orqali. Qo'shimcha ustamalar bo'lsa, odatda ular alohida qaror, indeksatsiya, kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam shaklida berilardi. Biroq oddiy odam uchun eng katta muammo shunda ediki, qaysi pul asosiy pensiya, qaysi pul qo'shimcha ustama, qaysi biri bir martalik yordam ekani ajratish qiyin bo'lardi. Endi kuzgi ustama masalasida eng muhim o'zgarish shuki, to'lovning o'zi bilan birga uni olish shartlari, ma'lumotlarni tekshirish tartibi va ayrim toifalarga yondashuv yanada aniqroq bo'lib bormoqda. Men bu yerda bir narsani alohida aytaman. Har bir pensioner o'z holatini umumiy gapga qarab emas, shaxsiy ma'lumotlari, pensiya turi, yashash joyi, bank rekvizitlari, nogironlik guruhi, boquvchisining yo'qotganlik holati yoki ish staji asosida tekshirish kerak. Chunki qo'shningizga tushgan pul sizga ham albatta tushadi degani emas. Aksincha, sizga tegishli bo'lgan ustama qo'shningizga tegishli bo'lmasligi ham mumkin. Kuzgi ustama nima uchun aynan kuzda muhim? Chunki kuz oylarida xarajatlar birdan ko'payadi. Dorilar qimmatlashadi, sovuq mavsum oldidan kiyim-kechak, isitish, gaz, elektr, ko'mir yoki boshqa yoqilg'i masalasi chiqadi. Qishloq joylarda esa ko'pchilik yozdagi jamg'armani kuzda sarflab qo'yadi. Shuning uchun pensioner uchun hatto 1000 so'm, 200 ming so'm yoki undan yuqori qo'shimcha mablag' ham real hayotda sezilarli yordam bo'lishi mumkin. Masalan, bu bir oyga yetadigan qon bosimi dorisi, bir necha kunlik oziq-ovqat. Kommunal qarzdorlikning bir qismi yoki nevaraning maktab xarajatiga yordam bo'lishi mumkin. Men avvalo kimlar bu mavzuga jiddiy qarashi kerakligini tushuntiraman. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya oluvchilar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, ijtimoiy nafaqa oluvchilar, yolg'iz yashovchi keksalar, doimiy parvarishga muhtoj shaxslar va pensiya miqdori eng kam darajaga yaqin bo'lgan fuqarolar o'z ma'lumotlarini tekshirishi kerak. Chunki qo'shimcha ustamalar ko'pincha aynan ijtimoiy jihatdan zaifroq toifalarga ko'proq ta'sir qiladi. Endi oddiy misol olaylik. Tasavvur qiling, bir pensioner oyiga 950 ming so'm pensiya oladi. U yolg'iz yashaydi. Kommunal to'lovlari bor. Dori xarajatlari oyiga taxminan 300 ming so'm. Agar kuzgi qo'shimcha ustama 1 ming so'm bo'lsa, bu uning umumiy daromadini bir oyda 1 million 100 ming so'mga olib chiqadi. Bu raqam qog'ozda katta ko'rinmasligi mumkin. Lekin real hayotda opa uchun bu qon bosimi dorisini to'liq olish yoki faqat yarmini olish o'rtasidagi farq bo'lishi mumkin. Mana shuning uchun men bu mavzuni oddiy yana bitta to'lov deb emas, balki real ijtimoiy himoya mexanizmi deb ko'raman. Ikkinchi misol. Bir otaxon pensiyasini bank kartasiga oladi. Ustama avtomatik hisoblanishi kerak. Lekin kartasi muddati tugagan yoki bankdagi hisob raqamida muammo bor. Bunday holatda pul ajratilgan bo'lsa ham, uning hisobiga vaqtida tushmasligi mumkin. Otaxon esa menga bermadi deb o'ylaydi. Aslida muammo huquqda emas, texnik ma'lumotda bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, pensiya miqdorini tekshirish bilan birga bank kartasi, telefon raqami, yashash manzili va shaxsiy ma'lumotlar ham yangilangan bo'lishi shart. Uchinchi misol. Bir pensioner amalda boshqa tumanda yashaydi, lekin ro'yxatda eski manzili qolgan. Pochta orqali to'lov oladigan odamlar uchun bu juda muhim. Agar hujjatda eski manzil tursa, xabarnoma, chaqiruv yoki aniqlashtirish talabi boshqa joyga ketishi mumkin. Natijada pensioner o'z vaqtida ma'lumot bermaydi, keyin to'lov kechikadi. Bunday holatlar juda ko'p uchraydi. Ayniqsa farzandlari bilan boshqa shaharga ko'chib o'tgan, lekin ro'yxatdan o'tishni
keyinga qoldirgan bu xavf yuqori. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyangizni muntazam olsangiz, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pasport yoki ID kartangiz ma'lumotlari tizimda to'g'ri bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, pensiya turi bo'yicha hech qanday nizoli holat bo'lmasa, odatda ustama avtomatik hisoblanishi ehtimoli yuqori. Lekin bu umuman tekshirmasangiz ham bo'ladi degani emas. Men ekspert sifatida har bir pensionerga kamida bir marta o'z holatini aniqlashtirib olishni tavsiya qilaman. Chunki tizimdagi bitta raqam xatosi ham to'lovni kechiktirishi mumkin. Endi to'lov miqdori haqida gaplashamiz. Ko'pchilik bitta savol beradi. Hamma bir xil oladimi yoki har xilmi? Bu yerda eng muhim nuqta shuki, ustama turiga qarab yondashuv farq qiladi. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar hamma pensiya oluvchilarga bir xil miqdorda berilishi mumkin. Ba'zilari esa pensiya miqdori, toifa, nogironlik guruhi, parvarishga muhtojlik, yosh chegarasi yoki ijtimoiy mezonlarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun kimdir 5 ming so'm olsa, boshqa odam 200 ming so'm olishi mumkin. Bu har doim ham adolatsizlik emas, ba'zan bu belgilangan mezonlarning natijasi bo'ladi. Masalan, 2 pensionerni olaylik. Birinchi pensioner 65 yoshda, sog'lig'i nisbatan yaxshi, 1 million 400 ming so'm pensiya oladi. Ikkinchi pensioner 78 yoshda, yolg'iz yashaydi, nogironlik guruhi bor. Pensiyasi 900 ming so'm atrofida. Agar qo'shimcha qo'llab-quvvatlash aynan zaif toifalarga ko'proq qaratilgan bo'lsa, ikkinchi pensioner ko'proq yoki alohida ustama olishi mumkin. Bunda asosiy sabab uning ehtiyoji yuqoriroq ekanidir. Yana bir muhim masala ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqan bo'lsa ham bozorda, maktabda, korxonada yoki shaxsiy ishda faoliyat yuritadi. Ular ko'pincha ishlayotganim uchun ustama berilmaydimi deb so'rashadi. Bu savolga umumiy javob berish xavfli. Chunki ustamaning turi muhim. Agar qo'shimcha to'lov barcha pensiya oluvchilarga tegishli bo'lsa, ishlash holati to'liq to'sqinlik qilmasligi mumkin. Lekin agar yordam kam ta'minlanganlik, ijtimoiy ehtiyoj yoki maxsus mezon asosida berilsa, qo'shimcha daromad hisobga olinishi mumkin. Demak, ishlayotgan pensionerlar albatta o'z toifasini aniqlashtirishi kerak. Endi ko'pchilik bilmay qoladigan istisnolar va nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala hujjatlardagi ism, familiya, tug'ilgan sana yoki pasport seriyasi xatosi. Sizga bu arzimasdek ko'rinishi mumkin, lekin avtomatik tizimlar bunday xatoni kechirmaydi. Masalan, bir joyda O'g'loy deb yozilgan, boshqa joyda O'g'loy deb kiritilgan bo'lsa, tizim ayrim hollarda ma'lumotni moslashtirishda qiynalishi mumkin. Yoki familiya nikohdan keyin o'zgargan, lekin pensiya hujjatlarida eski familiya qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjatdagi har bir harf muhim. Ikkinchi nozik masala ishonchnoma orqali pensiya solish. Ba'zi keksalar kasal bo'lgani yoki uzoqda yashagani uchun pensiyani farzandi, nevarasi yoki boshqa yaqiniga ishonchnoma bilan oldiradi. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, ustama ham asosiy pensiya bilan birga olinmay qolishi mumkin. Bu holatda odam pul yo'q deb o'ylaydi, lekin aslida vakolat hujjati yangilanmagan bo'ladi. Men bunday oilalarga ishonchnoma muddatini oldindan tekshirishni, ayniqsa kuz oylaridan oldin uni ko'zdan kechirishni maslahat beraman. Uchinchi nozik masala vafot etgan pensioner nomiga hisoblangan to'lovlar. Afsuski, ba'zan oila a'zolari tartibni yaxshi bilmaydi va pensioner vafotidan keyin ham ayrim mablag'lar masalasida chalkashlik bo'ladi. Bu yerda qonuniy tartib bor. Qaysi to'lov merosxo'rlarga tegishli bo'lishi, qaysi to'lov faqat tirik pensioner uchun hisoblanishi, qaysi sanadan boshlab to'lov to'xtatilishi kerakligi alohida aniqlanadi. Shuning uchun bunday vaziyatda taxmin bilan ish qilmaslik kerak. Fuqarolar pensiya jamg'armasi yoki mas'ul idoraga borib, vafot sanasi, oxirgi olingan pensiya, to'lanmagan oylar va ehtimoliy qo'shimcha summani rasmiy tekshirtirishi kerak. 4-nozik masala qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlarning kredit qarzi, aliment bo'yicha majburiyati, sud qarori yoki boshqa ushlab qolishlari bo'lishi mumkin. Endi savol tug'iladi, kuzgi ustama ham ushlab qolinadimi? Bu to'lovning huquqiy maqomiga bog'liq. Agar u pensiyaning tarkibiy qismi sifatida qaralsa, ushlab qolish tartibi boshqacha bo'lishi mumkin. Agar u alohida ijtimoiy yordam sifatida belgilansa, boshqa qoidalar ishlashi mumkin. Shuning uchun qarzdorligi bor pensionerlar bankdan emas, avvalo pensiya organidan va zarur bo'lsa ijro hujjati bilan shug'ullanuvchi idoradan aniqlik olish kerak. Bank faqat hisobdagi harakatni ko'radi.
lekin to'lovning huquqiy asosini har doim ham tushuntirib bera olmaydi. 5-nozik masala, bank kartasi bloklangan bo'lsa, karta bloklanishi turli sababga ko'ra bo'ladi. Muddati tugagan, PIN kod xato kiritilgan. Xavfsizlik tekshiruvi, qarzdorlik bo'yicha cheklov yoki boshqa texnik sabablar. Pensionerlar ko'pincha pul tushmadi deydi. Aslida pul tushgan, lekin karta orqali foydalanib bo'lmaydi. Shuning uchun SMS xabarnoma kelmasa ham bank ilovasi, bank filiali yoki pensiya hisob varag'i orqali tekshirtirish kerak. Agar pensioner smartfondan foydalana olmasa, farzandlari unga yordam berish kerak. Lekin kartaning PIN kodi va maxfiy ma'lumotlarni boshqalarga aytish xavfli ekanini ham unutmaslik kerak. 6-nozik masala, ijtimoiy nafaqa va pensiya tushunchalarini aralashtirib yuborish. Hamma keksa odam ham aynan pensiya olmaydi. Ayrimlar ish staji yetarli bo'lmagani uchun yoshga doir ijtimoiy nafaqa oladi. Ayrimlar nogironlik bo'yicha nafaqa oladi. Ayrimlar boquvchisini yo'qotganlik asosida to'lov oladi. Kuzgi ustama qaysi toifaga tegishli ekanini bilmasdan turib xulosa chiqarish noto'g'ri. Men doim hujjatdagi to'lov nomini ko'rishni maslahat beraman. Unda pensiya, nafaqa, kompensatsiya, moddiy yordam yoki boshqa nom yozilgan bo'lishi mumkin. Nom muhim, chunki huquqiy tartib shunga qarab belgilanadi. 7-nozik masala, boshqa hududga ko'chganlar. Pensioner Toshkentdan Samarqandga, Farg'onadan Buxoroga yoki tuman ichida boshqa mahallaga ko'chgan bo'lishi mumkin. Agar pensiya ishi yangi hududga to'liq o'tkazilmagan bo'lsa, to'lovlar va xabarnomalarda kechikish bo'ladi. Ayniqsa ro'yxatdan o'tish, doimiy yashash manzili va bank filiali o'zgarganda bu muhim. Men bunday holatda keyin qilaman demaslikni maslahat beraman. Chunki kuzgi ustama kabi qo'shimcha to'lovlar aynan ma'lumotlar bazasidagi holatga qarab hisoblanadi. 8-nozik masala. Telefon orqali keladigan yolg'on xabarlar. Har safar qo'shimcha to'lovlar haqida gap chiqqanda firibgarlar faollashadi. Ular ustamangizni chiqarib beramiz. Karta raqamingizni ayting. SMS kodni yuboring. Oldindan xizmat haqi to'lang deyishi mumkin. Men qat'iy aytaman. Hech qaysi rasmiy idora sizdan telefon orqali SMS kod, karta PIN kodi yoki to'liq karta ma'lumotini so'ramaydi. Ustama olish uchun notanish odamga pul o'tkazish kerak emas. Agar kimdir shunday desa, bu juda xavfli belgidir. Pensionerlar va ularning farzandlari bu masalada hushyor bo'lishi shart. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men pensionerlarga va ularning yaqinlariga aniq tartibni tavsiya qilaman. Birinchi qadam, oxirgi pensiya tushumini tekshiring. Bank kartasiga tusa, bankdan ko'chirma oling yoki ilovadan qarang. Pochta orqali olsangiz, oxirgi to'lov varaqasi yoki kvitansiyani saqlang. Qancha pul tushganini, qaysi sanada tushganini va izohida nima yozilganini ko'ring. Ba'zan ustama alohida satrda ko'rinadi. Ba'zan umumiy summa ichida bo'ladi. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta muddati, familiya va ism yozilishi, tug'ilgan sana, JSSR raqami, yashash manzili, telefon raqami to'g'ri ekanini ko'ring. Agar hujjat almashtirilgan bo'lsa, pensiya organida yangi ma'lumot aks etganmi yoki yo'qmi, shuni aniqlang. Hujjat yangilangan, lekin tizimda eski ma'lumot turgan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. 3-qadam. Bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi? Hisob raqam faolmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Pensiya tushadigan karta aynan o'sha kartami? Shuni aniqlang. Ba'zan odam yangi karta ochadi. Lekin pensiya hali eski hisobga bog'langan bo'ladi. Keyin u pul tushmadi dedi. Aslida pul eski hisobda turadi yoki qaytib ketgan bo'lishi mumkin. Buni bank va pensiya organi birgalikda aniqlaydi. 4-qadam. O'z toifangizni aniqlang. Siz yoshga doir pensionermisiz? Nogironlik pensiyasi olasizmi? O'quvchini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olasizmi? Ijtimoiy nafaqa olasizmi? Yolg'iz yashovchi sifatida ro'yxatdamisiz? Parvarishga muhtojlik bo'yicha hujjatingiz bormi? Bu savollarning har biri ustama masalasida ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar siz men faqat pensiya olaman deb umumiy aytsangiz, mutaxassis ham sizga aniq javob bera olmaydi. To'lov turini hujjat bilan aytish kerak. 5-qadam, mahalla va pensiya organi bilan aloqa qiling. Agar sizga ustama tushmagan bo'lsa, avvalo vahimaga tushmang. Mahalladagi mas'ul xodimdan, pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki davlat xizmatlari orqali ma'lumot oling. Murojaat qilganda quyidagilar yoningizda bo'lsin. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya bo'yicha ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari. Oxirgi to'lov ko'chirmasi, telefon raqamingiz,
Agar mavjud bo'lsa nogironlik yoki parvarish hujjatlari. Agar boshqa odam sizning nomingizdan bo'lsa, ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. 6-qadam yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rash foydali, lekin muammo cho'zilsa, yozma murojaat kuchliroq bo'ladi. Murojaatda men quyidagicha yozishni tavsiya qilaman. Men falonchi, pasport ma'lumotim shunday. Pensiya oluvchi sifatida kuzgi ustama yoki qo'shimcha to'lov bo'yicha holatimni tekshirib berishingizni so'rayman. Oxirgi pensiya to'lovi falon sanada falon summa miqdorida tushgan. Agar ustama hisoblanmagan bo'lsa, sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozilsa, idora ham umumiy javob bermasdan aynan sizning holatingizni ko'rib chiqishga majbur bo'ladi. 7-qadam muddatlarni kuzating. To'lovlarning hammasi bir kunda tushmasligi mumkin. Hududlar, banklar, pochta jadvali texnik qayta ishlash, bayram yoki dam olish kunlari sabab bir necha kun farq bo'lishi tabiiy. Lekin farq juda cho'zilsa, masalan, atrofdagilar olib bo'lgan, sizda esa 15 kun davomida hech qanday izoh bo'lmasa, bu holatni tekshirtirish kerak. Men kutavering degan yondashuvni to'g'ri deb bilmayman. Har bir kechikishning sababi bo'lishi kerak. 8-qadam. Oila a'zolari yordam berishi kerak, lekin nazorat pensionerning o'zida qolishi lozim. Farzandlar bank ilovasini ko'rib berishi, hujjatlarni yig'ishi, idoraga olib borishi mumkin. Lekin pensioner o'z kartasi, PIN kodi, SMS kodi va shaxsiy ma'lumotlarni har kimga bermasligi kerak. Hatto yaqin qarindoshlar orasida ham pul masalasida tushunmovchiliklar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishonchnoma, kvitansiya, ko'chirma va murojaat nusxasi alohida papkada saqlansin. Endi yana bir amaliy vaziyatni ko'raylik. Pensioner ona 1.200.000 so'm pensiya oladi. Kuzgi ustama bo'yicha mahallada hamma oladi degan gap tarqaldi. Qo'shnisi bir taqtani 1000 so'm qo'shimcha oldi, lekin onaga tushmadi. Nima qilish kerak? Birinchi navbatda qo'shni bilan o'zini solishtirmaslik kerak. Qo'shnining pensiya turi boshqa bo'lishi, nogironlik hujjati bo'lishi, ijtimoiy ro'yxatda turishi yoki to'lov sanasi farqli bo'lishi mumkin. Ona bank ko'chirmasini oladi, pasportini tekshiradi, pensiya bo'limiga boradi va nega menga tushmadi deb emas, mening holatim bo'yicha ustama hisoblanganmi? Hisoblanmagan bo'lsa, qaysi mezon sabab deb so'raydi. Savol shunday berilsa, javob ham aniqroq bo'ladi. Yana bir holat. Pensioner otaning kartasi muddati sentabrda tugagan, yangi kartani olgan. Lekin pensiya rekvizitini yangilamagan. Oktyabrda ustama ajratilgan, ammo pul eski kartaga yo'naltirilgan yoki qaytgan. Bu yerda muammo ijtimoiy huquqda emas, bank ma'lumotida. Bunday holatda bankdan yangi rekvizit olinadi. Pensiya organiga taqdim etiladi va qayta yo'naltirish tartibi so'raladi. Muhimi vaqtida harakat qilish kerak. Yana bitta holat. Pensioner nogironlik pensiyasi oladi. Lekin nogironlik muddati qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lgan sanada tugagan. Agar tibbiy mehnat ekspertiza hujjati yangilanmagan bo'lsa, ayrim qo'shimcha to'lovlar to'xtab turishi mumkin. Bu holatda odam ustamani bermadi deb o'ylaydi. Aslida asosiy hujjat muddatida muammo bo'ladi. Shuning uchun nogironlik guruhi bo'yicha pensiya yoki qo'shimcha oladiganlar ko'rik sanalarini albatta kalendarga yozib qo'ysin. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlar har doim ham rasmiy manba emas. Ertadan hamma pensionerga falon summa beriladi degan gaplar ko'p tarqaladi. Bunday xabarni ko'rsangiz, avvalo rasmiy qaror, pensiya jamg'armasi, hukumat portali yoki mahalliy hokimlikning rasmiy ma'lumotini tekshiring. Agar manba noma'lum bo'lsa, uni qarindoshlarga tarqatmang. Chunki noto'g'ri xabar pensionerlarni bekorga idora yurishga majbur qiladi. Bugun men tushuntirgan eng muhim fikr shuki, kuzgi ustama pensionerlar uchun oddiy qo'shimcha pul emas. Balki ko'p oilalarda real xarajatlarni yopishga yordam beradigan muhim to'lovdir. Lekin uni olishda hamma holat bir xil emas. Pensiya turi, hujjatlar, bank kartasi, yashash manzili, ishonchnoma, nogironlik muddati, qarzdorlik va ijtimoiy toifa kabi omillar katta ahamiyatga ega. Sizga tegishli pulni o'z vaqtida olish uchun kutib o'tirmasdan ma'lumotlaringizni tekshiring, kerakli hujjatlarni tayyorlang va muammo bo'lsa yozma murojaat qiling. Men sizlardan so'rayman, sizning hududingizda kuzgi ustama bo'yicha qanday holat bo'lyapti? Pul vaqtida tushdimi yoki kechikyaptimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqa pensionerlar ham sizning tajribangizdan foyda olishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling.
va bu ma'lumotni ota-onangiz, bobo-buvingiz yoki pensioner tanishlaringizga albatta yetkazing.